Ha, bular 2 millionligi. 2 million so'm. Dastlabkasi bor, ha? Dastlabkasi bor, qilib beramiz. Dastlabkasi endi joyiga qarab turib chiqarib beriladi unisi. Mana bunimiz ham lazerda kesilgan, mana 1 sm qalinlikda 28 ta pichoqli qilib beryapmiz buni ham. Bu ham endi nimasiga qarab turib qo'yib beraveramiz, zakasiga. Lekin ishlashlari yaxshi, ha? Ha, ishlashlari xudo xolasa zo'r. Mana bu o'sha 3 faza 17 kilovat 3000 оборотlik motor. Buni o'zlaring borib ustonovka qilib berasizlarmi? Ya bu o'zi tayyor, to'kka ulansa bo'ldi, yuradi. Assalomu alaykum Faxriddin Uz kanalining obunachilari, YouTube ishqibozlari, drabilka ishqibozlari. Akalar, bugungi video syomkamizda mana bu yerda drabilkalar narxini sizlarga chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa bitida like deb bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Hozirda biz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Paxtakor qishlog'i. Paxtakor qishlog'iga yetib keldik. Assalomu alaykum tog'a, yaxshimisiz? Charchamasdan. Rahmat. Endi bu yerda drabilkalarning ma'lumotini o'zingiz qo'ldan kelgancha chiroyli qilib bizning obunachilarga tushuntirib berib boraverasiz. Assalomu alaykum akalar, mana hozir biz universal drabilkalarni yasayapmiz. Iloji boricha qo'ldan kelganicha mustahkam, baquvvat, arzon qilishga harakat qilyapmiz qo'ldan kelganicha. Narxini arzon qilib qo'yib berishga harakat qilamiz. Harakat qilyapmiz. Sherdan 1.800.000 dan 3 milliongacha chiqaryapmiz. Materiallariga qarab, hozir 1.800.000 ligimiz tayyor yo'q ekan, bo'lmay qoldi. Mana shu joydan 6,5 kilovat 3,5 ming оборот bunimiz 2 million shu yerdan chiqishi, 6,5 kilovat. Bu yerda sotilishi. Shu yerda sotilishi. Setkasi mana yonidan chiqadi, 4 xil setkasi bor. Bu faqat materiali endi jindek bunisi 2 lik listdan bo'lgan, mahaviga listdan bo'ladi, 4 lik listdan. Bunimiz endi haligi yantoq chiqaraman deganlarga, katta deganlarga shunaqa katta yumalaqlisidan qilib berdik. 550 lik, 45 lik katta. Bu pichoq aylanadigan joyi ham rossiyskiy turbadan 1 sm qalinlikda bo'ladi. Buni ular ham konteyner qalindan bo'ladi. 1 sm-lik listli mahavikdan bo'ladi. 1 sm lazerda kesilgan 28 ta pichoqli bo'ladi. Tumshuqlari ham qalin. Mis motor, xolasa alyumin, to'kiga qarab qilib beramiz. Narxi? Bular 3 millionligi. Bular 3 millionligi. Nariga necha pul dedik? Bular 2 millionligi. 2 million so'm. Dastlabkasi bor, ha? Dastlabkasi bor, qilib beramiz. Dastlabkasi endi joyiga qarab turib chiqarib beriladi unisi. Bular mana qolganlari Xo'p, 2 million 500 dan 2 million 800 gacha bo'ladi. Motoriga qarab o'zgaradi. Bular Jiguli mahavik, lisli mahavik 1 sm qalinlikda bo'ladi. Buni ham mana pichoq aylanadigan joyi mana aka, mana ko'rsatib qo'yamiz. Qani? Mana hammasi bunday ko'riladi mana. Xo'p, mana qalin, rossiyskiy turba, mana korroziyaga ham nima bo'lmagan, mana 1 sm bo'lsa ham qalin, mana bu ham qalin. Bu ham motoriga qarab o'zgaraveradi. Xo'p, mana bularda hammasining narxi 2 million 500 ming so'mdan, ha? 500 mingdan 2 million 800 gacha o'sha ichida nima qilib beramiz. Hali dastlabkasi shu yerdan nima ketishi. Bu yerdan dastlabkasi bilan yetib boradi. 2 million 700 dan u yog'i nimasigacha qarab, joyiga qarab. Joyiga qarab turib kelishilgan holatda ketaveradi. Qilib beramiz. Mana buvimiz hoka garelkamiz. Qani? Mana bularimiz atrabon garelkalarimiz. Bu atala qozon. Atala qozonda ham mana o'si tagi konteyner bas. Mana o'chag'i bilan bo'lgan bo'lsa, bularimiz mana nimasi qalin listdan bo'lgan, 4 lik listdan 3-4 beradi. 4 lik deb olingan. Nech pul uni narxi? Bunisi 1 million sherdan. 1 million so'm. Mana garelkamizchi? Bir qator pullarni ham aytib o'tib ketaylik. Mana bunisi. Garelkalarimiz endi bu ham joyiga qarab biz shahargacha yetkazib bera olamiz. Uygacha yetkazib bera olmaymiz. Skor aralashtiradiganlik regularovkasi bilan, motori, shlanka hamma yo'g'i bilan 800 mingdan nima qilib beryapmiz. 800 ming so'mdan sotilyapti. Mana bunisi-chi? Bu ham bir xil. Bu ham bir xil. Xo'p, bu atrabon garelka. Bunisi hokalik. Demak, zakasiga qarab yasab berilavergan-da bu yerda. Motorni firmasiga qarab, motorga qarab. Motorda ham endi 400 minglik motor ham bor, 1 millionlik motor ham bor. Motoriga qarab narxlar o'zgaraveradi buni drabilkalarda. Xo'p, mana bularni-chi? Ya bular ham o'shandan, faqat bular ham bir xil. Don chiqarib nima qilishga ko'rsatganini hozir tayyorlab qo'ydik. Hozir yurgizib ko'rsatib beramiz. Bo'lmasa ko'rsatib, qaysi biridan boshlaymiz yurgizib ko'rsatishni bularni? Hozir ana 3 fazani ulashib olsin. Ungacha ma'lumotlar berib turamiz. Ma'lumotlar berib turamiz. Mana bunimiz ham 2 million
Bu haligi so'zi, po'zi, hali ho'l nimalar chiqaraman. Universal ekanda bu ham, Ha, hammasi universal. Hammasi universal. 1 million 800 minglik deganimiz ho'l o't, quruq o't, xashak hamma yoqda chiqaraveradi-yu, u faqat don chiqarmaydi. Donni chiqaradigan setkasi yo'q. Unga bunday sim tiqib qo'yganmiz. Mayin yiriga qarab unisi shunaqa. Ammo u ham 6,5 kilovatlik, 3,5 ming obrotlik Rubin motor. Motorlari yaxshi. Ha, motorlar xudo xolasa behijolar. O'zi aslida ko'rsatganda juda ko'pchilik puliga qiziqadi. Shunga asosiysi bo'ladigan narxini aytib, ko'rsatib, telefon qilsa videolari tashlab berilaveradi, ishlatib. Mana buni misol uchun to'kiga qarab turib aytish kerak-da. Mana misol uchun ba'zi joyda to'ki 1 kilometr transformator uzoqlikda bo'lsa, u yerda amperi past bo'ladi. Unga alyumin olgani yaxshi. Tok past joyga mis olsa, alyuminda xizmatini qilmaydi. O'sha to'kiga qarab olish kerak. Mana misol uchun to'ki 150 bo'ladigan bo'lsa, biz o'shanga qarab turib 150 ga ishlaydigan motorni qilib beramiz. Misol uchun mana Titan motorlar 150 gacha ishlayapti. 3,5 kilovatlik 140 ta ham ishlatyapti. Tok past bo'lgan joyda kichkinaroq kilovatlikni olib turib, alyumin olsa, o'sha u 6,5 kilovatlikdan kuchli ishlaydi. O'shanisiga e'tibor beriladi. Garantiyalar endi qanchagacha beriladi endi buni olib ketishgandan keyin? Bular olib ketilgandan keyin motorlarni 1 oy ichida defektiga javob beramiz. Svarkalarimizga 1 yilga javob beraveramiz. Demak, garantiyalari bor ekan-da, lekin buni qulaylik taraflari juda ko'p ekan. Bir kishi xotirjam mana ko'tarib olib kelsa bo'laver ekan buni. Ha, yetalarcha o'sha tortib nima qilib g'ildiroqlari qo'yib qo'yilgan ekan. Ha, g'ildiroqlar qo'yib qo'yilgan. Mana buni haligi yonidan tashlaydigani. Buni qancha dedi buni narxini? Bu 2 million 800 sherdan. 2 million 800 so'm. Yonidan mana bunday solinaver ekan. Ha, bu ham don hamma yo'q chiqaraveradi. O't. Bu pichoqlarini ham bir qator tushuntirib o'tkazsangiz? Hop, pichoqlarimiz mana bu yerda. Mana motor Titan motor, Ariol mis motor, qaysi biri? motor Alfa Grand. Hop. Bu alyumin, bu mis 100% o'zi mana metniy deb qo'ygan yangi nimalar. Mana pichoqlar. Mahaviklar, pichoqlarimiz mana Jiguli Mahavik 26 talik pichoqlik. Mana plankasi ham 6 qalinlikda qilingan. Mana pruti ham mana o'rtasi vtulkasi ham qalin 40 likda qilingan. Mana bunimiz ham lazerda kesilgan, mana 1 sm qalinlikda. 28 ta pichoqli qilib beryapmiz buni ham. Bu ham endi hali nimasiga qarab turib qo'yib beraveramiz, zakasiga. Lekin ishlashlari yaxshi. Ha, ishlashlari xudo xolasa zo'r. Zakasga qarab. Zakasga qarab. Mana qaligi yantoq. Hali ko'pchilik yantoq chiqaraman, hali og'zi katta bo'lsin deganlarga mana katta qilib mana hali 3 fazan nimasidan qilib qo'yganmiz. Bularda ham hozir buni pichog'i nechta bo'ladi buni? Bularda pichog'i 22 talik. 22 talik. Ha. Nimaga desangiz, buni nimasiga kattaligini hisobiga u motor qiynalmasin deb turib, hamma yo'qni o'zini hisobiga qarab turib chiqariladi-da. Ha, holatiga qarab turib. Holatiga qarab. Bunga og'ir mahavikni qo'yib qo'ysangiz, buni orasi masofasi zazor katta bo'lib qoladi. Bir, ikkinchisi o'ta og'ir, buni loyiq teng qalinlikda qilsangiz kattalashib ketib, og'ir bo'lib, motor qiynalib qoladi. O'shaning uchun uni motorga qarab turib, motor quvvatiga qarab turib kattalarni o'shanga qarab turib qo'yganmiz. Bu o'zi necha kilovatga ishlaydi dedi buni? Bular 220 ga. 220 ga ishlayveradi. Hozir ham bitta mana 3 faza xolos, qolganlarimiz hammasi 220. Bu nech pul buni narxi? Bularimiz o'sha joydan 2 million 800 ga beryapmiz. Joydan, ha, dastlabkasi qo'shiladi bunga. Dastlabkasi bilan qilib beravering endi. Yo'q, 2 million 800 ga bu o'zi katta ekan, lekin narigalarga qaraganda bu ancha. Va bu ancha katta, materiali ham ko'p ketgan, materiali ham qalin. Aytayapman, mana u holiga qarab 2 millionligimiz ham bor, 1 million 800 ligi ham bor. Motoriga, materialiga qarab, endi biz o'zimiz mehnatimizga qarabda. Hammasi o'zini nimasiga qarab. Hammasi o'zini holatiga qarab. 2 million 800 ming so'mdan shu yerda dastlabki qilib yetkazib beriladi. Dastlabki qilib beramiz, dastlabkasiga qo'shiladi. Bu nariga tarafda turgan sheriklarimi buni? Yo'q, ular motorlar, bular boshqami buniki? Qaysi? Mana buniki, birinchi dav. Yo'q, bu buni kichkinadan, narigilardan. Kichkinadan. Bu 2 millionlikdan bu? Yo'q, bu 2 millionlikdan emas bu. Bular 2 million 500 dan ketadiganlari bular. Ha, 2 million 500 ming so'mdan sotiladigan-da, bu ham. 2 million 500 dan o'sha nimasiga qarab o'sha sherdan ketadiganlari. Xo'p, mana bu o'sha bu 3 faza 17 kilovat 3000 obrotlik motor. Buni o'zlaring borib ustonovka qilib berasizlarmi buni? Ya bu o'zi tayyor, to'kka ulansa bo'ldi, yuradi. Hozir to'kka nima qilinsa, hozir nima qilib buni ham ishlatib ko'rsatib beramiz. Chiqarib ko'rsatib beramiz. Bu narxi nech pul buni, tog'a? Bular sherdan o'zi olib ketadigan bo'lsa 6 million qilib beryapmiz. O'zlari olib ketsa 6 million so'mga. Ha, mana shu yerda agar xohlasa shu yerda yurgizib ko'rsatib, xohlagan narsasini chiqarib ko'rsatib, xohlasa don, xohlagan narsasini chiqarib ko'rsatib beramiz. Ishlatib ko'rsatib beriladi buni. Xohlasam berib yuboramiz. U to'kka tayyorda bu narsa. To'kka ulansa bo'ldi. Endi ag'ini
puskatil bu nimalarini 5G o'sha nimalarni o'zi qo'yib oladi-da. Lekin kattaroq Kelsa mol qo'yib firmasi, beramiz. qo'y firmasi bolalarga Ha. akalar xotirjam olish tavsiya qilaveramiz. Mana kattaroqda. Bitta hashat ko'pgina chiqarib olasizlar, shu bilan xizmat qilaveradi, tog'a. Xudo xolasa. Xo'p, bo'lmasa qaysi biridan boshlaymiz? Mana hozir endi kech kirib ketdi. Ozginadan mana chiqarib ko'rsatib beramiz. To'kimiz ham rosa pasaydi. Qani? Boshladik bo'lmasa. Mana bu ham yurgizib. Akalar bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Ishlashini qaranglar lekin. Somonni ham mayin tashlayapti. Bunisi ham boshlandi. Xo'p, mana shunday shaklda chiqarib beraver ekanda bular, ha? Ya, bu ham setkasiga qarab. Ha, setkasiga qarab. Buni setkasi bor, buni setkasi yo'q. Setkasiga qarab turib chiqarilaveradi. Mana ikki xil chiqarib berdi. Bu Yo'q, sal bu- mayir, Aka, yiriqroq. 3 xil chiqarib beradi. Mana bu yirigi. Xohlasa, buni setga qo'ysa, bundan sal ononga o'xshatib chiqaradi. Mana Undan ham bunday. mayin qilib chiqarib beradigani bor. U setkasini qo'yaveradi. Setkasini holatiga qarab turib setkalarni qo'ysangiz sizga bo'laveradi. ko'rsataman. Qani bo'lmasa setkalarni olib kelsangiz bir qator ko'rsatib. 4 xil setkasi bo'lar ekanda buni ham, ha? Mana 4 xil setkasi bor-da buni. Xo'p. Biz Qaysi biri? mol bob qilib chiqar. Mol qo'yga sal yiriklar, qo'yga ham bo'laveradi. To'ki baland bo'lsa, qo'yga ham chiqaveradi. Mana bunimiz qo'y bob. Bunimiz yorma. Ha, yorma, ha? Bunimiz kepak holatda. Mana setkalarimiz ham mana 2lik qalindan. 4 xil setkasi bo'lar ekanda buni, Ha, ha? 4 xil Setkalari ham setkasi qalin bor. ekan. Ha. Xo'p, endi qaysi birini ishlatamiz endi, tog'a? Endi hozir mana 3 fazani. 3 bazani. Mana 3 fazani hozir chiqarib ko'rsatib beraman. Pichoq qani, nima deydi pichoq? 3 bazaga mana buni sovar ekanmiz-da, bitta prisda. Ha. Akalar 3 bazani yurgizib ko'rsatib beramiz, qaranglar. Mana. bitta pris chiqaraverishmi? Ha? 30 soniyada bitta pris Ha, ketaveradi. shunaqa. Endi bu nimasiga qarabda? Mayinlashish nimaga bormaydi-da. 1 minutda 10 tagacha chiqarsa bo'ladi. Mashq holati 10 tagacha chiqaraveradi. Mana shunday holatda 10 tagacha mana. Hech qancha vaqt ketgan yo'q. Mana bitta prisni maydalab tashladi lekin mana. Zo'r. 6 millionga yetkazib berilaveradi dedingiz-a buni? Kelishsa shu yerdan kelishilgan holatda 6 millionga o'shaning ichida qilib beramiz. gap yo'q. Xo'p, endi donlarimizni ham bir qator ko'rsatib beramiz. Donlarni to'kdi baqulaylik. Mana. Endi mana bularni akalar sizlarga ishlatib ko'rsatib qo'yamiz mana. Xo'p, mana shunday shaklda kirgizib turib. Xo'p, endi bularni ham ko'rsatib qo'ysak yaxshi endi. Ishqibozlari baribir ham qiziqadi shunga. Bu changimasligi uchun qoplarni kirgizib qo'yilibdi. Bu xo'p, yemimizni ham bir qator Ha. ichiga. Mana aka mana bug'doy aralashtirib qo'yordik. Makkaga. Ha. Bittasiga mardayli makkani tashlaymiz hozir mana. Bug'doy bilan makka ikkovi ham chiqaradi. Xohlasa bug'doy, xohlasa makka chiqaraveradi. Makkadan Nega akalar bittada olib qo'yishni tavsiya qilamiz. Qo'yi bor, moli bor akalarimizga. Mana. Narxlari ham lekin qulay ekan. Bismillah. Mana. Ixtironi jinnisi deydi-yu. Mana buni qarang. Ortaveradi. Aka yorma horatda aka 1 minut, bir qopni 5 minutda chiqaraveradi. Bir qopni 5 minutda chiqaraveradi, Ha, 5 minutdan 10 minutgacha to'kiga qarab. To'kiga qarab turib chiqaraverar ekan mana. Bu yorma kepaymaslikka ish qilib qarang. Bo'ldi, o'chiravering tog'a. Bo'ldi, endi bunisini ko'rsatib beramiz mana. Qani? Mana. Endi mardayli makani tashlayveramiz mana. Mayda qilib tashlayveramiz. Mana bu yerda to'sti kilovatlari ham 205 kilovat, mana 207. O'zgarib turar ekanda bu to'sti past balandligiga qarab. Mana. Bu ham universal, hammasidan chiqarsangiz bo'laveradi. Zo'r.
Mana gari ortiqcha changimasa gana mana bular. Bo'ldi, tog'a o'chiravering. Mana akalar mana shunday shaklda ishlatib, bemalol olamiz deganlarga videolari bitta tashab beriladi, tog'a. Ishlatib, ko'rsatib, uyga borib yurgizib ko'rsatib beriladi. garantiyalar beriladi deb aytdik. Garantiyalar beriladi. Mana makasini chiqqanini ham ko'rsatib Qani beraveramiz. makkasini ham ko'rsatib qo'yaylik. Qanday shaklda chiqadi? Buni ham setkasini almashtirsalar, Ha, setkasiga qarab yirik, mayda, mayin qilib hammasidan chiqarsa bo'laveradi. Qani unisini ham yechib ko'rs. Mana. Bu o'sha qo'yga bersangiz ham bo'laveradigan holatda chiqarib beribdi. Mana qo'yga, molga sepib bersangiz bo'laveradi-da. Lekin mana buni foydasi o'ta kuchli. Mana. Mana. Haqiqiy o'ta mayin zo'r chiqar ekan. Bu o'z mayinida turibdi-da mana. Ha, setkasi o'zi mayinida. Ha, endi bu yormasi. Qani? Yormasi sal yirikroq bo'ladi. Yormasiniki sal yirikroq. Mana. Mana. Yormasi. O'ta zo'r. Xo'p. Bizni obunachilarga qo'ldan kelgancha narxini arzon qilib, Xudo xolasa arzon qilib kelishtirib berasiz, tog'a. Kelishtirib beramiz. Bugungi videolarimizga shularmi? Endi hali ko'p nimalarni ana G'o'zapaya maosh nimalar qilib berardi, endi qorong'i tushib qoldi-da. Ha, kunimizga ham sal kechroq bo'lib qoldi. Shunga akalar qiziqqalar bemalol telefon qilib aloqaga chiqaveradi. Pechkalardan ham yasab berilaveradi, ekonom pechka, hammasi. Ekonom pechka, hali anjom pechka, ikkita uyning o'rtasiga, undan ham bor, ana ichkarida. O, bitta ichkariga kirib olib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Agar pena quydiraman deb uyingizga nima qiladigan bo'lsangiz, pena nima xizmatimiz ham bor. Ukamlar borib quyib berishaveradi. Tomga, stiyashkaga quyib beradi. Pena apparat olaman, pena beton apparat olaman deganlarga ham bor mana apparatlarimiz. Apparatlari bor. Bu ishlaganlar, o'zimiz ishlatib yurganmiz. Buni materialga qarab 15 milliondan 25 milliongacha nima qilib beryapmiz. 3-etajgacha ham o'zimiz quyishdi. Kvadratini nech puldan quyib beryapsizlar? Kvadratini 35 mingdan 45 minggacha tomdi, 45 mingdan 50 minggacha nimani stiyashkani. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsa deganlarga qiziqadigan penasini oladi, qanaqa tushuntirib nima qilib beradi. Biznes mana shunday shaklda olib